Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan 7-mavzuni davomini o'rganamiz. 7-mavzuyimiz preдлогlar haqida edi. Bugun biz sizlar bilan для, ради, за degan qo'shimchalarni ko'rib chiqamiz. Bular uchun ma'nosida keladigan qo'shimchalar. Lekin o'ziga xos farqlari bor. Bularni bugun ko'rib chiqamiz. Keyingisi через, после, спустя degani dan keyin degan ma'noda keladi. Bularni yozib olishingni so'rayman, chunki farqlarni tushuntirib o'taman. Har bittasi bilan misol beraman. Od, is, s degani bu bizda dan qo'shimchasida keladigan qo'shimchalar. Keyingisi pro, o и об degani haqida bo'lib keladi. Biror narsa haqida degani aytishimiz mumkin. Va oxirgisi bu возле, рядом с, около. Так, рядом с, около и близ qo'shimchasi bu yonida yoki yaqinida deganda aytishimiz mumkin. Biror narsani. Endi bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Demak, для, ради и за qo'shimchalari qanaqa farqlanadi? Tak, birinchi bo'lib dlani ko'rib chiqamiz. Dla degani bu umumiy aytishimiz mumkin, uchun ma'nosida keladi. Misol uchun, я купила цветы для мамы. Men oyim uchun gullar sotib oldim. Demak, bu yerda dladan keyin bu yerda родительный падежimiz kelyapti. Buni hali o'tamiz. Va e'tibor bersangiz, o'tgan zamonni ham shu yerda ko'rsatib o'tganman, ya'ni купить fe'lini купила deb aytganmiz. Я купила цветы для мамы. Bu yerda shunchaki umumiy ma'noda uchun bo'lib kelyapti. Для. Keyingisi dlani yana holatga nisbatan ham ishlatishimiz mumkin, ya'ni biror ish qilish uchun deb ham aytishimiz mumkin. Bu qanaqa keladi? Например, я учу новые слова для того, чтобы хорошо выучить язык deyishimiz mumkin. Ya'ni tilni yaxshi o'rganish uchun yangi so'zlarni yodlayapman deganda aytishimiz mumkin. Demak, bu yerda qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti? Uchu degani учить fe'lini tuslanishi bo'lyapti. Hozirgi zamonda новые слова, yangi so'zlar. Dladan keyin того, чтобы degani ham bor. Ya'ni bu shunaqangi qo'shimcha bo'lib keladi. Agarda fe'l bilan keladigan bo'lsa, dla qo'shimchasi mana shu yonidagi qo'shimchalar bilan ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biror narsa uchun, biror narsa qilish uchun deydigan bo'lsak, biz shularni ishlatamiz va undan keyingi kelayotgan fe'lni tuslamasdan o'zini aytamiz. Для того, чтобы, например, купить, для того, чтобы выучить, для того, чтобы помочь, например, fe'l tuslanmasdan keladi. Bu yerda til o'rganish uchun deb aytdik. Keyingisi ради qo'shimchasi bor. Ради degani bu kuchliroq ma'noda keladi, ya'ni darajasi dlaga qaraganda bunda yuqoriroq bo'ladi. Например, он готов на все ради, например, нее deydigan bo'lsak. Bu yerda neye degani bu ana edi o'zi. Razidan keyin kelgani uchun ради кого degan savol bo'ladi. Bu родительный падеж tuslangan, ya'ni u uchun, ya'ni biror bir ayol kishi uchun nazarda tutilyapti. Он готов на все. U hamma narsaga tayyor, u uchun deydigan bo'lsak ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda ko'proq motiv nazarda tutiladi, ya'ni biror narsa uchun nimadir qilish kuchliroq darajada beriladi. Так, demak, для, ради, keyingisi bizda для, ради и за degan qo'shimchasi bor. Например, qo'shimchani ham ko'rib chiqamiz. Za bilan aytadigan bo'lsak, bu ham uchun ma'nosida keladi. Lekin для va radidan farqi, например, aytishimiz mumkin. Оплата за проезд. Bu ham uchun ma'nosida yozib qo'yaman. Например, я оплатила за проезд или за коммуналку. За проезд. Yo'l haqi uchun, misol uchun, to'lov qildim deganda aytishimiz mumkin. Bu yerda za
ko'pincha qanaqadir usluga uchun degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Zani biror bir uslugaga deb yozib qo'yaman. Keyingilari bu bizda dan qo'shimchasi. Misol uchun aytishimiz mumkin. Bu yerda yana izani ishlatishimiz mumkin. Iza degani biror narsa sababli bo'lib keladi. Например, ko'pincha negativ ma'noda ishlatamiz. Havo shunaqa yomon bo'lgani uchun, например, ishga bora olmadim yokida probka bo'lgani uchun darsga kech qoldim degan aytishimiz mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Например, мы опоздали на работу из-за пробки, например. Bu yerda biror bir sababni ko'rsatganda aytishimiz mumkin va bu sababimiz ko'pincha bizda negativ bo'ladi. Tak, demak, iza degani biror narsa tufayli deganda aytishimiz mumkin bo'ladi. Tak, keyingisi bizda od, is, isi qo'shimchalari bor. Ko'pincha mana shu od, is, sini ma'nosi bir xil bo'lgani uchun qayerda ishlatishni ko'pchilik bilishmaydi. Od, is, isi qo'shimchasi. Shu yerda bitta qoidani tushuntirib o'tmoqchiman. Misol uchun biz biror joyga boramiz deganda, o'tgan darsda aytib o'tgandim, va nani ishlatamiz degandim. Ya'ni biror joyga borishga nisbatan ichiga bo'ladigan bo'lsa, bu v bo'ladi. Na bo'lsa, bu ochiq joylarga nisbatan deb aytgandim, yokida biror narsani yuza qismiga nisbatan nazarda tutilganda aytiladi degandim. Endi xuddi shu qo'shimchalarni agarda siz biror joyga v bilan boradigan bo'lsangiz, qaytishda shuni is deganni ishlatasiz. Ya'ni biror ichkari joydan yoki biror narsani ichidan bo'lsa, is bilan aytiladi. Keyingisi na bilan keladigan bo'lsa, bu s bilan aytiladi. Mana biror narsani yuza qismidan bo'ladigan bo'lsa yoki ochiq joyga nisbatan bo'lsa aytishimiz mumkin. Ikkalasi ham bularni dan ma'nosida keladi. Lekin, например, aytishimiz mumkin. Kasalxonadan deydigan bo'lsak, из больницы, например. Kasalxonaga bo'lsa в больницу bo'lardi. Kasalxonadan bo'lsa из больницы. Так, например, ishga bo'ladigan bo'lsa na работу degandik, mana na bilan kelganda. Ishdan bo'ladigan bo'lsa s работы. Nimaga oxirida i qo'yilayotgani bizni падежlanayotganda ko'rib chiqamiz. Bularni uchalasi ham родительный падежda keladigan qo'shimchalar. Родительный падеж. Biz birinchi bo'lib родительный падежni ko'rib chiqamiz. Tak, o't degani qachon ishlatiladi? O'tni biz biror bir odamdan deganda aytishimiz mumkin, kimdandir nimadan olish, например, yokida biror manbaga nisbatan aytishimiz mumkin. Например, от brata, akamdan yoki от interneta deganda ishlatishimiz mumkin. Demak, bu yerda is va sni ishlatilish holati va nani ishlatilishiga bog'liq. Ya'ni v na bilan boriladigan joylarda is va s bilan qaytiladi. Yoki biror narsani na stol я положила deydigan bo'lsak, например, я положила кружку, например, или чашку на stol. Bu yerda oldim deydigan bo'lsak, я взяла кружку, bu yerda ham stolni ustidan bo'lsa, со stola bo'lib keladi. Nimaga so ishlatilyapti sin o'rniga? Sababi rus tilida shunaqa qoida bor. Agarda keyingi boshlanayotgan so'z boshi s bilan boshlanib va undan keyingi harf undosh bo'ladigan bo'lsa, unda oldida s qo'ya olmaymiz. Chunki s qo'yib gapiradigan bo'lsak, talaffuzga noqulay bo'ladi. Misol uchun, s stola desak, xuddi ikkitasi bir ketma-ket kelgandek bo'lib qoladi. Shuning uchun biz son ishlatib aytamiz. Sa stola bo'ladi. Endi keyingisi bizda keyin qo'shimchamiz возле, рядом с, около и близ. Kelinglar birinchi bo'lib возлeni ko'rib chiqamiz. Так, возле yaqinida, yonida deganda aytiladi. Misol uchun aytishimiz mumkin, mashina стоит, turibdi, возле дома.
ya'ni mashina uyning yonida turibdi. Demak, bu yerda возле degani ma'nosi yaqinida, yonida bo'lib kelishi mumkin. Возлеdan keyin родительный падеж ishlatiladi. O'zi aksariyat mana shu предлогlar, ya'ni qo'shimchalar родительный падежda keladi. Keyingisi рядом с. Рядом с degani biz родительный падежda ishlatmaymiz. Творительный падежda keladi bu qo'shimchamiz. Bu ko'pincha ma'nosi judayam yaqinida, ya'ni возле atrofida yoki yaqinroq joyda bo'ladigan bo'lsa, рядом с bu judayam yaqin masofaga nisbatan aytiladi. Например, aytishimiz mumkin, она живет, например, рядом с парком. Так, возле qo'shimchasini yonida deb oldik. Rядом с judayam yonida deb aytsak bo'ladi. Okolo atrofida, yaqinida degan ma'noda keladi. Tak, okolo bu ham родительный падежda aytsak bo'ladi, ishlatsak. Okoloni приблизительный joyga, ya'ni taxminiy masofaga nisbatan aytamiz. Aniq masofaga emas. Demak, bu ham родительный падежda ishlatiladi va bunga misol uchun мы встретились, biz ko'rishdik yoki uchrashdik. Мы встретились около школы, например. Maktabni yonida ko'rishdik. Demak, bu ham bizda родительный падежda keladi. Va oxirgisi bliz degan qo'shimcha, ko'pchilik mana shu qo'shimchani so'rashadi. Bu kitobiy tilda ishlatiladi. Bu ham yonida degan ma'noda keladi, lekin juda ham kam ishlatamiz, chunki bu kitobiy tilda keladigan qo'shimcha. Например, aytishimiz mumkin, dеревня degani qishloq, расположена joylashgan. Iloji boricha mana shu siz uchun yangi bo'layotgan so'zlarni ham alohida yozib boring, chunki har bitta darsda yozilgan misollar orqali o'rgangan so'zlaringizni bemalol razgovorda qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Так, деревня расположена близ реки. Demak, близ реки. Qishloq daryoni yonida joylashgan deganda aytishimiz mumkin. Demak, bu barcha qo'shimchalarimiz yonida degan ma'noni beradi. Endi keyingisi dan keyin degan ma'noda keladigan qo'shimchalar. Ko'pincha razgovorda ishlatiladi barchasi. Misol uchun, birinchisi bu после. Posle'ni biz ot bilan beramiz. Ya'ni после работы, после школы, после экзамена deganda aytishimiz mumkin. Ya'ni biror narsadan keyin. Bu родительный падежda keladigan qo'shimcha, shunchaki keyin degan ma'noni anglatadi. Aytishimiz mumkin, например, мы встретились, biz uchrashdik, после урока, например, darsdan keyin. Demak, после ham родительный падежda kelyapti. Keyingisi через qo'shimchasini aytib ko'ramiz. Через degani ham dan keyin bo'ladi. Lekin bu yerda vaqt ko'rsatiladi. Misol uchun через час deyishimiz mumkin. Misol uchun on придет, u keladi. On придет через час. U 1 soatdan keyin keladi. Например, через 2 часа deyishimiz mumkin. 2 soatdan keyin. Час qo'shimchasi o'zgaradi. Через 5 часов deyishimiz mumkin. 5 dan oyog'iga часов bo'lib ketadi. Через 5 часов. Вот. Shunaqangi tartibda ishlatamiz. Bu vaqtga nisbatan aytganda ishlatsak bo'ladi. Keyingisi spustya degani ham bor. Например, 1 oydan keyin, 1 yildan keyin deganda, ya'ni kattaroq vaqtga nisbatan buni spustyani ishlatsak bo'ladi. Spustya. Так, aytishimiz mumkin, например, 1 yildan keyin. Мы увиделись, biz bu ham ko'rishmoq. Мы увиделись спустя год, например. Biz 1 yildan keyin ko'rishdik degani aytishimiz mumkin. Demak, bu vaqtni ko'proq belgilab aytganda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni god bu yerda hozir asosiy bo'lib kelyapti, ya'ni urg'u godga berilyapti. Spustya demak, bu ham dan keyin ma'nosida keladi.
va buni biz vinitsiyaviy padejda ishlatamiz. Hozircha padejni bilishingiz muhim emas. Padejlarni ko'rganda yana aytib o'taman qaysi qo'shimchalar kirishini. Keyingisi haqida qo'shimchasini ko'rib chiqamiz. Haqida qo'shimchalari bizda pro, o и ob qo'shimchalarimiz bor ekan. Demak, pro degani vinitsiyaviy padejda keladi, shunchaki haqida bo'lib keladi. Aytishimiz mumkin, razgovorda ko'proq ishlatiladigan formasi. Например, aytishimiz mumkin, biz imtihon haqida gaplashdik. Мы говорили про экзамен. Keyingisi o yoki ob bo'ladigan bo'lsa, bu yerda kim haqida, nima haqida bo'lib keladi. Например, он думает о работе. O'zi o bilan proni bir-birini o'rniga ishlatsak bo'ladi bemalol. Faqatgina undan keyingi tuslanish farq qiladi. Ya'ni undan keyingi o'zgarishlarni sal boshqacha bo'ladi. Ya'ni bunisi bizda vinitsiyaviy padejda keladi, bunisi предложный padejda keladi. Shuning uchun ham o'zgarishlar boshqacha bo'ladi, lekin bittasini o'rniga bittasini qo'yib ishlatsak bo'ladi bemalol. Lekin ob qo'shimchasi qachon keladi? Ob bu o'ni o'rniga keladigan qo'shimcha o'zi, prosta holati boshqacha. Ya'ni s va so qo'shimchasini tushuntirganimdek, bunda ham xuddi shunaqa. Ob ishlatilishi uchun bizning so'zni boshi unli harf bilan boshlanishi kerak bo'ladi. Demak, ob bilan unli harflar kelar ekan. Misol uchun aytishimiz mumkin, ana рассказала, u gapirib berdi. Dars haqida deydigan bo'lsak, ab uroki. E'tibor beramiz, bu yerda uruq so'zi u bilan boshlanyapti. Unli harf bo'lgani uchun o bilan aytyapmiz. Ya'ni o bilan aytsak ham bo'lar edi. Faqatgina ikkala unli harf ketma-ket keladigan bo'lsa, talaffuz uchun unchalik ham chiroyli bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz ob qo'shimchasi bilan aytishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari obo degani ham bor. Buni o'zimizga nisbatan aytishimiz mumkin. Обо мне deganda yoki обо всем. Обо всем degani hamma narsa haqida bo'lib keladi. Обо мне bo'lsa men haqimda deganda aytiladi. Ya'ni shu holatlarda obni biz obo deb ishlatamiz. Bu shunchaki talaffuz uchun chiroyli chiqish uchun ishlatiladigan qo'shimchalar. Tarjimasi esa hammasiniki bir xil bo'lib keladi. O'ylaymanki, preдлогlar mavzusi sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarimizgacha ko'rishguncha xayr.